Xayrli tong, o'shata xayrli kech, yaxshilar, tuzumsizlar. Biz uyg'ondik. Bizda soat 7dan 10 daqiqacha o'tdi. Bu bilan uyg'otdim, pechka yoqyapman. Onam mehmonga ketganlar, yana bema'ni marosimlarga. Mana ahvolim ancha og'irlashdi. Kechqurun bilan uyqu bo'lmadi. Nima deydi? Отравление, короче. Bas yaxshilar, bilsanglar kerak, bu Rigideron. Buni menga yordam beradi deyishdi. Bilmadim endi. Holim xarob, tobim betob, qo'limda o'qib bo'lingan kitob. Yo'lingga top deya qildim xitob, lekin o'zingni urasan, urib berganman, ertaga ketaman degan u bilan birga sevgi ertagiga yoki ertagiga. Ana endi turibsan Rigideron ichib. Yaxshilar, ayollar diqqatiga. Juda ham ko'pchilik ChatGPT bilan haligi dardlashadigan bo'lib qolganda, ChatGPT nimaiki deydigan bo'lsa, haqiqat deb hisoblashadi. To'g'ri, ChatGPT kamdan kam holatda adashadi. U dunyodagi internetda mavjud barcha manbalardan foydalanib sizlarga maslahat yoki ma'lumot topib beradi, lekin u inson emas. U sun'iy intellekt. Uni haligi ChatGPT shaman, ulug' shaman deyish kerak emas. Haligi insonlarning o'zini vaqtlar davomida orttirgan tajribasi yoki nima deydi? Plus ChatGPT u sun'iy intellekt, u sun'iy, u mavjud emas. U mamno ushlash mumkin bo'lgan narsa emas. U haqiqatni gapiradi, to'g'ri, u juda ham aqlli, lekin u ChatGPT. U shaman. Ol qo'lingni. Mana yo'riq, chaqirdi-paqirdilarda xuddi shundoq aralashtirib eti har nima borda, salatam bor, makaron ham bor, guruch ham bor, har nima bor. Shunaqa qilib yeganim hisobiga menimcha shunaqa bo'lib qoldim. Senga hech nima qilmaydi-ku, to'g'rimi ko'pak? Seni organizming baquvvat. Sen kuchlisan. Mana bu shirin toylarga o'zini ovqatini berganman, mazza qilib nonushtalarni qilyaptilar. Men bularning hayotini kecha saqlab qoldim, yaxshilar. Instagramda ko'rdinglarmi? Hozir men davomida videosi bor, bitta ko'ringlar. Faqat so'kish yo'q. Bu xavfli holat. Bu xavfli holat, yaxshilar. Bu juda katta mushuk. Bu xavfli holat. Ikkalasi ham jim turibdi, begona mushuk. Salqos o'tib ketardim. Bu xavfli holat. Mushuklarimni uyiga qamamoqchi emas edim bugun. Maqsam ekan, qancha turarkin bular? Tepforiymi? Tepsam hozir qarashga qolib ketaman. Lekin o'tgan safar meni mushugimni o'ldirgan bular. Hozir mavrida. Hozir tepsam shu bilan kelmaydi. Ana endi. Padaringga la'nat. Hoy. Tur, yo'qol. Yo'qol meni uyimdan, onangdan. Xafa bo'lmaydi. Yaxshilar, qaranglar-da, aptekaga borganda so'ralgan dorimni bergin, o'rniga boshqa narsa tiqishtirmagin. Men nima kerakligini bilib turib sendan so'rayapman deb narsa olinglar. Maslahat hamma. G'ashim keladi-da, hozir skrinshotini qo'yaman. Farqini, tetrasklinning o'rniga diareyaga qarshi vosita, albatta, mana laparamid degan narsa, lekin bakteriyalarga qarshi kurashmagan, lekin tetrasklin bakteriyalarni ham oldini oladi. O'shani inobatini olinglar. Ayam prosta o'qib ko'rmaganlar, onam olib kelib berdilar aptekadan, men chiqishga imkonim bo'lmaganda. Mana bu bo'laveradi deb turib, постоянно bo'laveradi, o'rniga mana buni ishlatsanglar bo'laveradi deb narsa tiqishtirib berishadi. Yaxshi emas bu. Men so'ragan narsani yoki doktor yozgan narsani ber deb talab qilib olinglar. Hozir boraman, boshini og'irtaman uni. Siz bu yerda suzilib o'tirasiz, hozir onam kelib haydab chiqaradilar. Endi ham dorilarni sekin ichayaptilar. Pari. Qalaysiz? Juda sevadilar meni. Lizaxon.
Mushukka kulyaptilar. Mushuk ko'p ko'rsataman, chunki bizning hayotimizda alohida ahamiyatga ega. Mushukni sevadigan insonlar, iltimos kommentda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Mushuk ajoyib jonzot. Ayni. Ha? Nima deysiz? Faqat menga keladi. Faqat meni quchog'imda yotadilar. Yaxshimisiz? Ana. Yaxshimisiz? Men nima dedim? O'ziga xola yaxshimisiz? So'misiz? Mana yaxshimi? Voy. Ha, ayam chaqirdilar. Ha. Voy, biznikida. Nimaga? Nima qildi? Do'stlaringiz ko'radi. Xursand bo'ladi. Salom aytadi. Yaxshimisiz? Ha, tuzuk. Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat Xudoga shukr. Bir choy beray. Yo'q. Qo'yavering ona. Qo'yavering. Men chiqarib yuboraman. Mayli. O'zingiz sizmisiz? Yaxshimisiz? Yuribsizmi? Qani joningiz sog'. Hamma tinch, rahmat Xudoga shukr. O'tiribmiz. Bir choy beray. Yo'q, qorin to'q. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Mazangiz yaxshimi? Oya, assalomu alaykum. Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Sog'liq o'zingiz yaxshi? To'y bu yog'i to'y. To'y boshlandi. Xudoga shukr. Boraveringlar. Bo'lib qolmasdan mana. Borib o'sha uyda o'tiring ha. Xudo Oribjon olib borsin. yo'q keldimi? Ha, kecha keldi. Kecha endi bular aqa boradigan bo'lgani uchun indamadim. Boraveringlar. Xo'pmi? Xudo xohlasa to'y kuni hamma kelganda boraman. Mazam bo'lmayapti. Hozir borib olsam hamma ish. Ha, bo'pti. Xayriyat. Ertaga osh. Sahargami? Ertaga osh soat 11 ga. Ertaga boraman. Ha, xo'p. Xudo xohlasa. Bo'pti. Endi bugun hamma ish qiladi. Xo'p. Mayli. Bo'pti. Qo'y berdimi? Ha, berdi. Katta qo'y berdi. Yukni kim olib bordi? Balarim olib borishdi. Xotinlar olib bordi. Sog' bo'l. Bo'pti. Yo'qa kattami? Qizanaka. Qidrat bormi? Ha, bor, hamma bor. Hamma o'sha yerda. Ana qo'ba. Ha, bor. Mayli. Jiyanlar. Bo'pti. Mayli. Xudoyo havolardan Xudo berib tursin. Amonatangina mazgiliga olib boraylik. Sog' salomat kelin bo'lib bormay qiz bo'lib borsin. O'taverasizlar. Aka bo'pti. Mayli. Ha, hammasi shu yerda. Orifjon o'taverasizlar, ha? Avval. Marketadan ertaga Ha, bugun keladi hammasi. Bo'pti. Xo'p, mayli. Meni kinna qilishdi. Ko'stegilib hisoblashdi. Kinna. Haligi. Такой легкий massaj. Просто bema'ni kekirishlari bilan degan.
Kecha mastava qilgandik, abid bo'lib qoldi bizada enamlarga isitib beray. Men endi yeyolmayman, yog'li va har xil ovqatlardan tiyilishim kerak. Qato'rlar bilan maza qilib ichib oladilar. Boyagidek menga endi mumkin emas. Dori ichyapman-ku. Dori ichyapman tinimsiz. Sizchi yemaysizmi deydilar. Sog'ayib ketay ilohim, Allohu akbar, duo qilyaptilar. Manda dori bor, ichingizda qotir boradi. Mayli hozir. Qo'rqib manam ichmayman. Yemay turaver yana. Bu tuyuq dalal qilmaydi ovqat. Chaqana ichib oladilar. Icha turib ichaman bo'pti. Asalda aytganida Tushuntira olmayman. doktorlar tongga o'tguncha ovqat ertang yeyvergin, ovqatda gap yo'qdi. Shu ovqatda deb shunaqa bo'ldimi yana? Ser qattiq qilib bir kosani ichib olinglar. Xo'p. Rigideron plus cho'g'da pishgan tuxum yordam berarmish. Va yaxshilar shuni aytib o'tishim kerak. Bugun Farg'onaga boramiz. Где-то 3 va 5 orasida biz Farg'onada bo'lgan bo'lamiz. Sababi esinglarda bo'lsa, o'yin o'tkazgandik 11-do'kon bilan birga. Sovrinlarni egasiga topshirish maqsadida bugun Farg'onaga yo'l olamiz, yaxshilar. Farg'onaliklar, sizlar bu videoni ko'rganda o'sha qaytgan bo'laman, uni prosta aytib qo'yapman. Ena, men Farg'onaga borib kelaman. Farg'onaga boraman. Ha. Qoningiz og'riyapti. Endi bormasam bo'lmaydi-da. Jahllari chiqyapti shekilli. Maylimi? Farg'ona qayda yomon qayda. Sizga salom aytgan odamlar bor. Balki ko'risharman. Ehtiyor. Yashang. Yo'lingiz ravon bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Tamam. Hozir ketyapsizmi? Yo'q, o kechki payt. Soat 3lardami, 2lardami? Yotib turibmi? Abeddan keyin. Abed bo'ldi-ku. Hozir abedimni qilib ketaman. Kechqurun kelasizmi? Ha, telefon do'kondagilar bilan. Ahvoli Farg'onaliklar. Sodda hayot kanalida ko'rishguncha bugun nasib Farg'onaga borib, sovg'ani egalariga topshirib kelamiz. Xursand bo'lishadi degan umiddaman. Umuman yegim kelmayapti. Ishtaha o'lik bor, o'lik. Takki-tak qaynatilgan tuxumni yoqtirmasdim. Endi cho'g'da pishgan tuxum. Yaxshilar. Shu bilan videoni yakunladim. Nasib keyingi sonlarda ko'rishguncha kuzatib boringlar. Salomat bo'linglar.